Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum ko'ktang bolalari. Mana bugun biz kumush qishining bir kunini sizlarga lavha tashlamoqchimiz. Ko'ryapsiz, mana siz va biz kutgan qor ham yog'di. Barchangizni birinchi qor bilan tabriklagan holda qishda saqlayotgan gulimizni sizlarga maqtamoqchiman. Bu gulimiz bugun vili, sovuqqa chidamsizroq gul bo'lsa kerak deb biz mana shunday holatda o'ragandik. Mana klenkasini olyapmiz. Klenkasining ichidan yana pakrivalar o'raganmiz. Stol ustiga tashlaymiz, stol ustiga bu yoqqa. O'shandan saqlanib qolgan gulimizni tomosha qiling. Bu gul biz kutgandek mana yangi yilgacha saqlanmoqchi. Orada sovuqlar bo'ldi. Shunday saqlanib stol tagida yashayotgan gul. Qanday atasam ekan bu gulni? Mana ko'ring. Yanvargacha mana shu gulimizni saqlashimiz kerak. Bu gul bezak hovlimizning ko'rki, qalbimizning ko'rki. Siz ham shunday saqlang gullaringizni. Bittasiga mana shunday stol kerak bo'ladi yoki 3 ta armatura yoki 3 ta yog'och bo'lib, nivellerda qilib bog'laysiz, telefon qoplaysiz. Sizga parnik gulxona shart emas. Mana shunday alohida o'rab saqlasangiz ham bo'ladi. Qish bilan yana bir bor tabriklayman. Birinchi qor bilan barchangizga sihat salomatlik tilayman. Guljon, mana xrizantemadan bir urinchi sovuq uribdimi? Ochiq holda qolgan xrizantemalar menimcha sovuq urdi shekilli. Mana cho'p bilan bitta urinchi qanday gullari saqlanyapti. Xrizantema sovuq urmaydi deyishardi, lekin bu shunday soatli balkim sovuq urdi shekilli. Qattiq uring. Sekin. Mana gullari deyarli tirik. Guldonlarga solib qo'ysangiz bo'ladi. Xayr azizlarim, gulni seving, bolalarni seving, dunyoni seving va nihoyat o'zingizni ham seving. Xayr azizlarim.